bolalarning ijtimoiy moslashuvini keling hozir bir ko'rib chiqamiz. Uy misolida. Ya'ni bolalarning jamiyatga ijtimoiy moslashuvida uyni poydevorini biz nima qilamiz har doim? Mustahkam bo'lishiga e'tibor qaratamiz. Aynan bolaning rivojlanishida birinchi darajada nima turadi? Oila. Keyin esa qayer turadi? Bog'cha va maktab. Aynan mana shu rivojlanishni men uyga qiyos qilaman. Nima uchun? Agar oilada bolani hayotga tayyorlash xuddi uyni poydevori kabi mustahkam bo'ladigan bo'lsa, demak u bog'chaga chiqqanda muammolarga kam duch keladi. Demak bog'cha bu asosiy, uyning asosiy devorlari hisoblanadi. Ya'ni keyingi etap, ya'ni bog'chada u yaxshi tarbiyalangandan keyin maktabga yo'l oladi. Agar mana shu 3 ta bosqichlarni biz bolalarda yaxshi rivojlantiradigan bo'lsak, demak o'sha bola ijtimoiy hayotga, jamiyatga yetuk, to'g'ri rivojlangan bo'lib chiqa oladi. Qanday qilib? Demak oilada bolaning rivojlanishi xuddi uyni poydevori kabi mustahkam bo'lishi kerak. Unga to'g'ri tarbiya, to'g'ri yo'nalish, to'g'ri hayotga moslashtirish avvalo oiladan boshlanadi. Har birimizning rivojlanishimiz, hozirgi holatimiz bizni oilamizni ko'rsatib beradi. Va biz oilada olgan bilimlarimizni bog'chaga olib kelamiz. Demak, bog'cha jarayoni juda ham muhim jarayon bo'lib, buni taqozo etadi. Tushunyapsiz-a? Demak, mana shu ijtimoiy moslashuvda bolani bitta uy deb oladigan bo'lsak, eng asosiy poydevori bu oila hisoblanar ekan.